طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي بسم الله الرحمن الرحيم وصوله فحباه الله رضوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأ حديثنا 19 حديثga kelib to'xtagan edik. 19 hadis Abul Abbos Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytdilarki, qala kuntu khalfa an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah va idza ista'anta fasta'in billah. Men bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning orqalarida edim. Menga aytdilarki, ey bola, senga kalimalar o'rgataman. Allohni saqlagin, Alloh ham seni saqlaydi. Allohni saqlagin, Allohni qarshingda topasan. Ya'ni huzuringda topasan. Agar so'rasang Allohdan so'ra, agar yordam so'rasang ham Allohdan so'ragin. Va alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa qad katabahu Allahu lak. Bilginki, ummat senga biror narsada foyda berishlik uchun jamlansalar, foyda bera olmaydilar, illo Alloh senga yozgan narsadagina foyda bera oladilar. Va in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa qad katabahu Allahu alayk. Agarki ummat senga bir narsada zarar berishlik uchun jamlansalar, senga zarar bera olmaydilar, illo Alloh taolo senga yozgan narsadagina zarar bera oladilar. Rufi'atil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan va sahifalar qurigandir dedilar. Buni Termiziy rivoyat qilgan va bu hasan sahih hadis. Va Termiziyning boshqa rivoyatida ihfazillah tajidhu amamak. Allohni saqlagan, oldingda topasan. Ta'arraf ilallohi fir-raxa ya'rifka fish-shidda. Allohni yengilchilikda tanigin, Alloh ham seni qiyinchilikda taniydi. Va alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Va alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Bilginki, senga xato bo'lgan narsa senga yetmasligi uchundir va senga to'g'ri bo'lgan narsa esa, senga yetgan narsa esa senga xato bo'lmaganligi uchundir. Senga yetmaslik kerak. Senga yetgan narsa to'g'ri yetgan degan ma'no aytyapti. Bilginki, albatta nusrat sabr bilan birgadir va albatta yengilchilik qiyinchilik bilan birgadir yoki kenglik torlik bilan birgadir desak, va albatta qiyinchilik yengilchilik bilan birgadir. Qiyinchilik bilan birga yengilchilik bordir. Shariy rahimahulloh, Usaymin rahimahulloh sharhga kirishyaptilar. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuning kunyalari Abul Abbos ekan, ismlari Abdullah. Bu Abdullah ibn Abbos sahobalardan eng zakiylaridan va ilmga juda haris bo'lganlaridan deyishyapti. Hatto u zotga ilmga qanday erishding deb so'ralganda, so'raydigan til bilan va aqlli qalb bilan, malollanmaydigan badan bilan deb javob qilgan ekanlar. Mana bu 3 tadan sahoba radhiyallohu anhu keng kuchli bo'lgan ilmga erishganlar. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuni xalfan nabiy sallallohu alayhi va sallam degan so'zlarida bu yerda xalfa so'zini aytayaptilarki, ya'ni varoahu orqasida degan ma'nosi, bu ehtimoldan radifahu degan ma'nosini ham beradi. Radifa degani orqasida mingashgan holatda, bir hayvonga ergashgan holatda yoki orqasida yurib ketayotgan holatda yoki o'sha hayvonning ustida, boshqa hayvonning ustida mumkin ketayotgan bo'ladilar. Va qasd qilingan ma'no. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda ya g'ulam inni uallimuka kalimati, men senga ey bolakay, men senga kalimalar o'rgataman deganlarida nadahu bi wasfil g'ulam, unga g'ulom sifati bilan nido qildilar. Li'annahu kana saghiran radhiyallohu anhu fa innahu kana في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام أي قرب أن يكون بالغا فقال يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه والجملة مؤكدة بإن لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. Chunki bu Abdullah ibn Abbos yosh bola edi, kichkina bola edi. Hajjatul Vadoda ihtilomga yaqinlashgan edi, ya'ni balog'atga yetib qolgan edi. Ey g'ulam deganlarida bu nido qilishlikda latif, yumshoqlik qilishlik bo'lyapti va inna bilan esa jumla ta'kidlangan bo'lyapti. Mavzuning muhimligi uchun, hatto muxotob un bilan e'tibor qaratishlik uchun. Nabiy sallallohu alayhi vasallamda senga kalimalar o'rgataman degan so'zlarida mujmal qildilar, keyin tafsilotini aytdilar, ya'ni tafsirladilar nima demoqchiliklarini. Biz zikr qildikki, birinchi qisqacha qilib, keyin tafsilotini qilishlik muxotobga yetkazadigan narsani shu muxotob saqlashlikdagi eng yetukrog'idir. Qisqa qilib turib, keyin tafsilotini berishlik eshitadigan odamni xotirlab qolishligiga foydasi eng yetugidir deyapti. Chunki deyapti, bir narsani mujmal qilib olib kelsa, keyin o'shani bilishlikka, tafsiloti bilan bilishlikka oshiqadi. Tafsiloti keyingi o'rinda keladi. Xuddiki buni misol qilib aytayaptilar Usaymin rahimahulloh. Quruq yerga yomg'ir yog'adigan bo'lsa, yer yomg'irni tezlik bilan ichib oladi. Mana shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zida bir narsani mujmal
mujmal qilib keltiradilarda, keyin tafsilotini aytadilar, sharh beradilar, qisqa keltirib yoki mujmal qiladilarda, keyin uni ochadilar. Nimaga? Mujmal bo'lgandan keyin odam tushunmay qoladi, keyin kutadi buni tafsilotini. Nima bo'lyapti deb aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda kalimalar deganlarida bu o'z kalimani jami bo'ladi. U kalima arab lug'atidagi nahv kalima bo'lib, nahv nazdidagi kalima emas. Arab lug'atidagi kalimada u foyda beruvchi jumla bo'ladi, ya'ni foydani ifoda qiladigan jumla hisoblanadi. Alloh taolo aytgani kabi, hatta idza jaa ahadahumul mawt qala robbi irji'un la'alli a'malu solihan fima tarakt. Hatto ulardan biriga o'lim kelgan paytda, Robbim meni qaytargan, shoyat bir tark qilgan narsamdan solih amal qilib qolsam deydi. Alloh taolo shu yerda aytadi, kalla, yo'q, innaha kalimatun huwa qailuha. U aytuvchi bir kalima xolos deyapti. Meni qaytargan Robbim, men solih amal qilib qolay degan so'zi bu bir kalima xolos deyapti. Bunda jumlalar deb aytayapti. Robbirji'un ikki jumla bo'lyapti. La'alli a'malu solihan fima tarak deganda bu uchinchi jumla bo'lyapti. Alloh taolo kalla dedi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yo'q, u aytuvchi narsa u kalima u deyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham aytdilarki, astaqu kalimatin qalaha sha'irun kalimatan labidin. Shoir aytgan kalimani eng to'g'risi labid kalimasidir deyaptilar. Bu yerda ala kullu shay'in ma khalallohu batilun. Allohdan boshqa narsalarni barchasi botildir. Allohdan xoli bo'lgan narsalar barchasi botildir deyapti. Bu baytda o'rtasidagi jumla bo'lyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni kalima deb aytayaptilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Allohni saqlagin, Alloh ham seni saqlaydi degan so'zlarida bu kalima buyuk, katta, ulug' bir kalima deyaptilarda, u fe'l amr va javobi bilan tashkil topgan jumla bo'lyapti. Endi ihfazillah bu fe'l amr, javobi yahfazka. Allohni saqlagin, Alloh ham seni saqlaydi degan ma'no. Xo'p, bunda agar Allohni saqlasang, Alloh ham seni saqlaydi deganda fama ma'na ihfazillah? Savol beriladiki, Allohni saqlagin degan ma'no nima? Allohni saqlagin degan ma'no bu Allohning hududini, shariatini saqlashliging bo'lyapti. Nima bilan bo'ladi? Uni buyrug'iga turishliging, qaytarilardan chetlanishliging va uni xabarlarini tasdiqlashliging. Ammo yahfazka, ya'ni Alloh seni saqlaydi degan so'zda ma'nosi seni diniy va dunyoviy ishlarda Alloh taolo seni ihota qilib oladi. Va faqat diniy ishlarda o'zida emas, ikkovida ham Alloh taolo o'zi ihota qilib oladi, himoyasiga oladi. Yahfazillah azza va jalla lil insani fid dunya. Hafizallohu azza va jalla lil insani fid dunya. Alloh taoloni dunyoda insonni saqlaydi-da. Ay yahfazuhu fi nafsihi min al-afati al-aqliyya wal badaniyya wal fikriyya va g'ayri zalik. Insonni nafsini va badaniy bo'lsin, fikriy va undan boshqa ofatlardan Alloh taoloni saqlashligi va uni molida saqlashligi, unga ofat talofatlardan saqlaydi Alloh taolo va uni ahlini ham saqlashligi, u uchun ularni salomat qiladi. Ammo dinda esa yuqorida dunyosi haqida aytdik, Alloh taoloning dunyosida saqlashligi, endi dinida saqlashligi esa Alloh taolo uni dinida gunoh qilishlikka va vojibotni tark qilishlikda muqaddam qilmaslik o'rinda uni dinida saqlaydi. Agarki unga qadar qilingan bo'lsa ham, mana bu gunohni qilishlikka yoki vojibotni tark qilishlikka keltirishlik bilan, ya'ni qadar qilingan bo'lsa, Alloh taolo unga qilgan ishidan tavbaga tavfiq qilishlik bilan Alloh taolo uni saqlaydi. Alloh taoloning dinda saqlanganligi kishi Allohga muxolif ish qilishlikka voqe bo'lishligidan saqlashlikni ham o'z ichiga oladi. Voqe bo'lgandan keyin ham, gunoh qilgandan keyin ham uni saqlashligini o'z ichiga oladi. Inson agar hidoyatlansa, Alloh taolo uni hidoyatini ziyoda qiladi. Alloh aytdiki, "Vallazina ihtadaw zadahum hudan va atahum taqwahum." Hidoyatlangan kimsalarni Alloh taolo hidoyatni ziyoda qiladi va ularga taqvo beradi. Ya'ni taqvo beradi degani shu gunohlardan tiyilishlikka Alloh tavfiq beradi yoki gunoh qilsa unga tavba qilishlikka tavfiq beradi. Birinchi kalima bu ihfazillah yahfazka. Allohni saqlasang, Alloh ham seni saqlaydi deganda. Endi ikkinchi kalima, Allohni saqlasang, Allohni oldingda topasan. Tajidhu tujahak. Tujahakda amamak deb ma'no berilgan ekan, oldingda topasan. Va bu yerda ihfazillah deb takrorladi. Bunda jazoni takrorlashlik uchun va uni shakllarini turlashlik uchun, bu jazolarni turli xil qilishlik uchun. Birinchisi yahfazka, seni Alloh taolo saqlaydi. Ikkinchisi esa tajidhu tujahak va uni oldingda topasan. Ya'ni oldingda, amam degani oldingda topasan. Unda yaxshilik bor bo'lgan narsalarga seni dalolat qilib qo'yadi. Birinchisi seni himoya qilishiga, ikkinchisi yaxshilikka dalolat qilib qo'yadi. Tajidhu tujahak deganda, ya'ni oldingda topasan deganda, bunda barcha yaxshiliklarga seni yo'llab qo'yadi va seni yaxshiliklarga yaqinlashtiradi va hidoyat qiladi. Va hatto yomonliklardan esa, barcha yomonliklardan seni nima qiladi? Haydaydi. Alloh taolo aytdiki, "Ayyuhan nabiy hasbukalloh va man ittaba'aka minal mu'minin." Ey nabiy, sizga ham, mu'minlardan sizga ergashgan kimsalarga ham Alloh yetarlikdir. Ay hasbuka va hasbu man ittaba'aka minal mu'minin. Ma'nosi shu. Xo'p, endi ikkinchi kalima ham tugadi. Endi uchinchi kalima, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni agar so'rasang Allohdan so'ra deganda, ya'ni idza sa'alta ay talabta shay'an fala tatlubhu minal makhluq, li'anna al-makhluq qad ya'tadiru va qad ya'jizu. Bir narsani talab qiladigan bo'lsang,
Mahluqdan talab qilmagin. Chunki mahluq uzrli bo'ladi yoki ba'zida ojiz bo'ladi. Va lekin Allohdan so'ragan. Fal xoliq val qodir alal ijaba. Xoliq bo'lgan zot, ya'ni Alloh esa ijobat qilishlikka qodir bo'lgan zotdir. Va Alloh bandasini so'rashini yaxshi ko'radi. Yuhib. Shoir aytadiki: "La tas'alanna bani adama hajatan wa salil ladhi abwabahu la tahjub. Allohu yaghdubuka in tarakta su'ala va bani adam hayna yas'alu yaghdub." Sen mahjub bo'lmaydigan manba bo'lgan zotdan, ya'ni Allohdan so'ragan. Alloh agar so'rashlikni tark qilsang, Alloh g'azab qiladi va bu odam bolasi esa so'ragan paytingda g'azab qiladi. Alloh so'ramasang g'azab qiladi, so'rashlikni tark qilsang g'azab qiladida, odam bolasi esa so'ragan paytingda g'azab qiladi. Rahimahulloh to'g'ri gapirdi dedi. Endi 4-kalima. Idasta'anta fasta'in billah. Agar yordam so'rasang, Allohdan yordam so'ragin degan so'zlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda. Ya'ni talabtul ma'unata, Allohdan, ya'ni yordam talab qiladigan bo'lsang, Allohdan yordam talab qilgin. Azza va jalla yordamni Allohdan so'ragan, yordamni Allohdan talab qilgin. Chunki osmonlar va yerlarning mulki uni qo'lida bo'lgan zotdir. U zot Alloh. Mana shuning uchun har bir namozda duo qilamizki, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Ya'ni la na'budu illa anta wahdak la sharika lak va la natlubul auna illa mink. Biz sendan boshqa birortasiga ibodat qilmaymiz. Sen uchun sherik yo'qdir va yordamni ham faqatgina sendan talab qilamiz. Endi agar yordam so'rasang Allohdan so'ragan degan so'zlarda barcha narsani, ya'ni yordamga ehtiyoj bo'ladigan barcha narsani o'z ichiga oladi. Fala tasta'in illa billah azza va jalla. Ya'ni so'rasang Allohdan, faqatgina Allohdan yordam so'ragin. Li'annahu huval qodiru ala ma'unatik. Chunki Alloh senga yordam berishlikka qodir bo'lgan zotdir. Deb endi bu 4-kalimani tugatdilar. Endi 5-kalima esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilginki, ummat senga bir narsada foyda berishlikka jamlansalar, shu bir narsada senga yordam bera olmaydilar, illa Alloh yozgan narsadagina yordam bera oladilar. Saddara hadhihi al-jumla bil amri bil ilmi li ahamiyatihi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu jumlani ilm, bilgin degan ish bilan boshladilar. Muhim bo'lganligi uchun. Bilginki degani ilmul yaqin, aniq bilginki degan ma'noni ifoda qiladi. Ummat deganda barcha ummat, barcha insonlarni ifoda qiladi bu yerda. Ummat deb aytilganda, endi senga agar shu bir narsada manfaat berishlikka jamlansalar, senga faqatgina Alloh yozgan narsadagina foyda bera oladilar deganda, va idza kana kadalik faman yassarul inson. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, kim insondan so'raydi? Allohdan so'raydi. Alloh taolo esa, Alloh taolo yaxshilik va manfaatlarni ba'zi insonlarni qo'lida joriy qiladi. Lekin ba'zi insonlarning qo'lida joriy bo'la turgan narsa u ham Alloh taoloning buyrug'i bilan senga yozib qo'ygan Alloh taoloning buyrug'i bilan bo'ladi bu. Agar Alloh taolo senga yozmagan bo'lsa mana manfaatni, fa innahu mahma kan, qayerda bo'lishligidan qat'iy nazar la yastati'uni nafa. Endi senga foyda berishlikka qodir bo'lmaydi u. Endi 6-kalimada agar senga ummat bir narsada zarar berishlikka jamlansalar, senga zarar berishlikka qodir bo'lmaydilar, illo Alloh yozgan narsadagina zarar bera oladilar. Mana bu ham senga birortasidan bir zarar yetgan bo'lsa, agar bilginki albatta bu Alloh taolo senga yozgandan keyin bo'lganligini bilgin. Undan qochish yo'q. Chunki u Allohning qazo va qadari bilan bo'lyapti, yozilingandir. Katabahullohu lak. Alloh senga yozgan, katabahullohu alayk. Senga yozgan deganda bu narsalar katabahullohu lak, katabahullohu alayk-da bu qadariy kitobadir deb tushuntiryaptilar. Endi 7-kalima esa rufi'atul aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurgan. Qalamlar ko'tarilgan deganda o'sha qadar qalamlari, ya'ni sahifalar qurgan deganda u bilan yozilingan sahifalar qurgan deyapti. Mana bu jumlaning ma'nosi ish tugagan va senga yozilingan narsa seni foydangami yoki zararingami yozilgan narsa illo yaqinda bo'ladi. Fala tabdila li kalimatillah. Allohning kalimasini o'zgartirish yo'q. Hech kim o'zgartira olmaydi. Buni Termiziy rivoyat qilgan. Hasan sahih hadis deb aytdi. Termiziyning boshqa rivoyatida esa yuqorida hadisda aytganimizdek, ihfazillaha tajidhu amamak. Allohni saqlagan, Allohni oldingda topasan deganda bu lafz avvalgisining ma'nosiga ixtilof bo'lmaydi, ya'ni boshqacha bo'lmaydi. Tujahak ma'nosi amamak deb aytdik, yuqorida aytdik o'zi. Shuni ayni ma'nosi kelyapti. Endi kalimani 8-chisi davomini aytib ketiladida endi bu yerda. Ta'arraf ilallohi fir raxa ya'rifka fi shidda. Allohni yengillikda tanisang, Alloh ham seni musibat, qattiqlik paytda taniydi. Mana bu tanishlik xos tanishlik. Chunki Alloh azza va jalla har bir kimsani biladi. Va huwa bi kulli shay'in alim. Alloh taolo barcha narsani biluvchi zotdir. Savaun ta'arrafa al-abdu ilayhi amla. Banda tanimaydimi? Alloh taolo biladi. Alloh taoloni tanishlik ma'nosi esa itoat qilishlik bilan u zotga xushomad qilasan. Xursand bo'lib itoat qilasan yani. Ya'ni senga buyurgan o'rinda seni topadi, qaytargan o'rinda seni ko'rmaydi. Mana shu ma'noni ifoda qiladi deyapti. Alloh taoloni tanishlik ma'nosi. Bu Alloh taoloni tanishlik, xuddiki aytganingdek, falonchi meni tanidi
deb aytasan, uni ma'nosi uni tanitadigan amal sifatlaridan men uchun zikr qildi ma'nosi buni ifoda qiladi yani. Firraha deganda rahol hayot kasihha val ghina val amn va ma ashbaha zalik. Yengil hayotda deganda sog'lom paytlik, bo'ylik, omonlik payti va mana shunga o'xshagan narsalarda. Ya'rifka ay ma'rifatun xossatun. Seni taniydi deganda xos taniydi. Fi shidda deganda qattiqlik, senga bir ustingda bir qattiq holat bo'lganda, bir musibatli holat yoki qiyinchilik holatda seni taniydi. Agar kasal bo'lsang, seni taniydi. Agar faqir bo'lsang, seni taniydi. Agar qo'rqsang ham seni taniydi. Va hamma shayin muhimligi ya'rifuka indal maut. Narsaning eng muhimi seni o'lim paytida seni taniydi. Fayathbutuka va yusaddiduk. Seni sobit qadam qiladi va seni yo'naltiradi. Chunki insonga o'lim paytidagi bo'ladigan narsani eng qattig'i hisoblanadi bu o'lim payti holati. Agar Allohni tanisang, ya'ni yengilchilikda Alloh taolo ham seni qiyinchilikda taniydi. 9-kalima endi. 9-kalimaga keldik. Bu bilginki, senga xato bo'lgan narsa senga yetmasligi uchundir. Mana bu narsadagi bilgin degan so'z bu bilan ilm talab qilishlik muhimligi uchun bo'lyapti. Oldinda ham keldi. Endi senga xato bo'lgan narsa deganda, ya'ni senga qadar qilingan narsa, senga xato qilishlik qadar qilingan narsa deyapti. Lam yakun liyusibak, agar ummat senga zarar berishlikka jamlansa va u senga yozilmagan bo'lsa, voqea bo'lishligi mumkin bo'lmaydi. Ma asobaka lam yakun liyuxtiak, ma asobak. Ya'ni senga yetgan narsa esa senga xato bo'lishligi uchun emasdir deganda, ma asobak degan so'zi bu yasihhu an taqula ma qudira an yusibak. Mana shunda, ya'ni senga yetgan narsa deganda, bunda shu senga yetishligi qadar qilingan deb aytishliging sahih bo'ladi. Yoki ma asobak fi'lan va waqa'a lam yakun liyuxtiak. Fe'lan senga yetgan narsa va senga voqea bo'lgan narsa senga xato bo'lmaganligini ifoda qiladi. Law anni fa'altu kaza lam yakun kaza. Agar men bunday qilganimda bunday bo'lmasdi deb aytmagan. Chunki li'annahu ma dama qad waqa'a faqad alimna annahu qad kutiba alayk fala budda an yusibak. Fal amru kulluhu bi yadillah azza va jalla. Modomiki voqea bo'ldimi, biz uni senga yozilgan ekanligini bildik. Va yana senga yetishligi u lozimdir. Barcha ishlar Allohning qo'lidadir va mana bu ayyatamidal insanu ala rabbih. Inson Robbisiga suyanishligini nazarda tutadi bunda. I'timadan kamilan, komil suyanishligi. 10-kalimada yana va'lam bor, yana va'lam degan, ya'ni bilgin degani. Anna nasra ma'as sabr. Nusrat, ya'ni yordam sabr bilan birgadir. Yana ilm talab qilishlikka takrorlayaptiki, mana bu jumlani muhimligi uchun. Mana bu ham vasiyatlardan bo'lyapti. Yordam, ya'ni dushmanga qarshi bo'lgan yordam sabr bilan birgadir. Alloh taolo aytdiki, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurulloha kaseera. Ey iymon keltirganlar, agar bir to'plamga yo'liqsalaringiz, sobit bo'linglar va Allohni zikr qilishda zikr qiling, ya'ni ko'p Allohni zikr qilinglar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "La tatamannaw liqa al-aduwi wassallallohu al-afiya, fa idza laqitumuhu fasbiru fa innal jannata tahta zilali suyuf." Mu'minlarga aytayaptilarki, dushmanga yo'liqishlikni orzu qilmanglar. Alloh taolodan ofiyat so'ranglar. Agar yo'liqadigan bo'lsalaringiz, sabr qilinglar, albatta jannat qilichning soyasini ostidadir dedilar. Demak, yordam dushmanga qarshi bo'lgan yordam demak. Dushmanga qarshi yordam sabr bilan birga bo'ladi. Ya'ni ma'as sabr, sabr bilan birga, dushmanga qarshi yordam sabr bilan birga deganda, ya'ni nafsni ularga qarshi, dushmanga qarshi jang qilib, jihad qilishlikda, nafsini nima qilishlik, ushashlik bilan birgalikda natijada nusrat bo'ladi. Lekin nusrat jang qiluvchini o'zigami yoki jang qiluvchi unga chaqiradigan narsaga hammi? Javobida ikkovi uchun ham. Ba'zida biz aytamizki, hadis nafsni o'ziga, nusratni nafsni o'ziga ekanligiga o'z ichiga oladi. Chunki nafs insonni behuda narsaga va adashishlikka chaqiradi. Alloh taolo aytdiki, oyatda: "Va ma ubarri'u nafsi", men o'zimda nafsimni oqlamayman. Yusuf surasini 53-oyatda Azizda ayol aytayapti: "Men o'zimda nafsimni oqlamayman, chunki nafs yomonlikka buyuruvchidir", deyapti. Inson agar unga sabr qilsa va Allohning dinida sobit bo'lsa, uni ustida inson nusrat topadi, nafsning ustida. 11-kalima va annal faraja ma'al karb. Kenglik torlik bilan birgadir. Farojda aslida sa'a, kenglik, undan jidor, undan devordagi bir teshikchaga aytiladi. Faroj ya'ni kenglik va hada ya'ni inkishafu shidda val karb. Mashaqqat, qiyinchilikni ochilishligi degani. Ma'al karbi deganda, ya'ni torlik bilan birgalikda qiyinchiliklar ochiladi. Aytiladiki, ishtaddi azmatun tanfaraji. Tang holat qattiqlashgan, yengillikni olib kelasan, yengillik bo'lasan. Endi ishlar qattiqlashgan paytda bilginki, yengilchilik Nabiy sallallohu alayhi vasallamda va annal faraja ma'al karb degan so'zlari uchun, ya'ni faraj yaqinlikligini bilgan. O'sha Allohga iltijo qilishlik o'rni, iltijo qilishlikda Alloh taolo aytdiki: "Amman yujibul muttarra idza da'ahu va yakshifus su'a va yaj'alukum khulafa'al ard. Aylahu ma'alloh qalilan ma tadhakkarun." Zo'rlikda bo'lgan kimsa
agar Allohga duo qilsa, ya'ni duosiga ijobat qiladigan va yomonliklarni ochadigan va sizlarni yer yuziga xalifa qiladigan zotmi? U bilan Alloh bilan birga yana bir iloh bormi? Qalilan ma tadhakkarun, oz eslatma olasizlar, deyapti. Bu o'sha mustarlik holatda, qiyinchilik, torlik holatida kimga iltijo qilishlik va kim bu narsalarni ochishligi haqida bayon beryapti. Endi 12-kalima. Bu va anna ma'al usri yusra, qiyinchilik bilan birgalikda yengilchilikdir. Ya'ni ishlar senga qiyin bo'lgan paytida sen qalbingni Allohga bog'laysan, senga ishlar yengil bo'ladi. Alloh taolo aytdiki: "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Albatta qiyinchilik bilan birgalikda yengilchilikdir. Albatta qiyinchilik bilan birgalikda yengillik bordir, dedi. Ulamolar aytdiki: "Zakarallohul usra ma'rufan." Alloh usrni, qiyinchilikni alif va lam bilan ma'rifa qildi. Yusrni esa nakra qildi. Kalima agar nakra bo'lib yangidan boshlasa, ya'ni usr ma'rifa bo'ldi, yusr nakra bo'lyapti. Bu yerda ikkinchisi ham birinchisi bo'lmay qoladi. Agar ma'rifa bo'lib qaytadigan bo'lsa, ikkinchisi ham. Ya'ni yusra ma'rifa bo'lib qaytganda, ikkinchisi birinchisi bo'lardi. U ikkinchisi birinchisi bo'lardi. Mana shunga ko'ra oyat karima zikr qilindi. Nima deb? Anna ma'al usri yusrayni. Ya'ni qiyinchilik ikkita yengilchilik bilan birgalikdadir bo'ladi, deyapti. Mana shuning uchun Ibn Abbos va undan boshqalar keltirdiki, usr, ya'ni mashaqqat ikkita yusrga g'olib bo'la olmaydi. Yengilchilikka g'olib bo'la olmaydi deb aytishdi. Muhimi ألا تيأس إذا تعسر عليك الأمور. علم أن اليسر قريب. ومن العبارات دارجة دوام الحال من المحال وهذا حق فلا بد لكل شيء أن ينتهي. Sen ya'ni noumid bo'lmagan, agar senga ishlar qiyin bo'lib qolsa, mashaqqat bo'lib qolsa, ya'ni og'ir bo'lib qolsa, bilginki yusr, ya'ni yengillik yaqindir. Ya'ni boshlovchi iboralardan shunday bo'ladiki, holatda davom etishligi mumkin emas degani. Mana bu haqdir va har bir narsa uchun tugashligi lozimdir. Bir narsani albatta bo'ldimi, u tugashligi illo bor degani. Tanbehni biz zikr qildikki, bir narsa agar al bilan qaytarilsa, ikkinchisi birinchisi bo'ladi. Va mana bunda yuqoridagi narsada bu narsaga xiloflikka bir bog'lovchi bir narsa qo'yim bo'lmadi, bog'lanadigan narsa qarina bog'liq bo'lmadi. Agar qarina, ya'ni mana buni xilofiga bir qarina agar turadigan bo'lsa, unga ergashishlik vojib bo'ladi. Alloh taoloning quyidagi oyati kabi: "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Ihsonni mukofoti faqatgina ihsondir. Bu yerda ihson al bilan qaytyapti, lekin ikkinchisi ham al bilan qaytsa ham birinchisi emas. Ikkinchisi chunki savob. Ihson qilasan, savob olasan degani. Birinchisi u amal, ma jazaa'u min ahsani amalan. Yaxshi amalga jazo yo'qki, illo unga savob bilan yaxshilik qilishlik bordir. Tanbehni ham tugatdilar. Mana bu hadisni sharhini ham tugatdilar. Rahimahulloh. Inshaalloh keyingi darsda bu hadisni foydalariga kirishamiz.